Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Grox Uz kanalida ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Bugungi videomizda biz Qattiqqo'l onaning ikkinchi qismini olamiz. Qani shilla salomlashib qo'ying. Qani bo'lmasa videoga ketdik. Videoni boshlashdan oldin bizga obuna bo'lib, videomizni kuzatib borishni unutmang. Qani bo'lmasa boshladik. Shundan biramiz ketdi. O'g'lim. Ona turg'izya. O'g'lim, tur. Ha. Do'konga borib kelmaysanmi? Bugun xolang kelardi. Xolangga go'shtlar olib kelib, xolangga bir o'zimni qo'limdan osh qilib beray degandim-da. Mayli. Yur senga. Pulni beray, tezroq do'konga borib kel. Xo'p. Ha. 10 zumrad yetar? Yetadi. Bor, tezroq kelgin. Xolang yetishga keladi. Men o'sha ovqatga tayyorgarliklarni ko'rib turaman. Xo'p. Sabzi, kartoshka, olma, go'sht olib kelgin. Xo'p, Tezroq oyijon. olib Xo'p. kel. Bolalarni ham saqlashim kerak. Xo'p. Ana bolalar ham boshladik. La 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 la. Bozordan olma, piyoz, kartoshka, sabzi, go'sht olib kelardirman. Rasta-yu, nima deb yozib qo'yibdi? Bozorga xush kelmabsiz deb yozib qo'yibdi. Alaysan. Assalomu alaykum, Ma'mur aka, yaxshimisiz? Ha, nima edi? Do'koningizga yangi mahsulotlar keldimi? Ha, keldi. Oying menga zakaz bergandi, molni go'shtidan sifatlisidan olib keling deb. Olib kelib qo'ydik. Ha, bo'ldi bo'lmasa. Chiqarishingda o'ng tarafda turibdi. Xo'p. Men hozir savdoni qilib kelarman. Voy bola, to'xta, orqangga qayt. Ha. Agar seni bittanta sabzi yoki bir narsa o'g'irlayotganingni ko'rsam, shunday militsiyaga topshiraman, eshitdingmi? Xo'p. Bor, savdo qil. Voy, birinchi do'koni ekan. Sabzi do'koni ekan. Sabzidan to'rt olsam yetadi. Kartuşudan dörtte. Pulum yetmey kalmasın, işte olabilir. Olmadı ki anlamak. Ye baba zavur. Oğlum yaş görüyorum, aşın için köprü bakamam. Şimdi geç alsam vallahi. Ne oldu bana? Beni ısırladı. Hazır, ben onun terbiyesini veremem. Sizin itiniz beni kulladı. Ne oldu bor, savdayını qilib kel. Men sen bilan bormasam itlarim yana bo'sharib ketadi.
sovdam ham bo'ldi. Endi uyga ketmasam bo'lmaydi. Qorong'ir ham tushib qolay debdi. Yana mana narsalarni ham olib keldim. Hammasini mana bu yerga qo'y. 10 pastak, 3 dona olma, 2 dona sariq olma, potato. Bitirasam ingliz tiliga o'rganib qolganman. 4 dona sabzi. To'plab bering. Kalkulyatorım qaniydi mana. Hop, hop. Hisoblasak 7 ta izmirut bo'ldi. Mana. Rozi bo'lasiz. Qarz bo'lib qolasan. Bo'ldi, 3 ta izmirutni ertaga kelsang beraman. Bizda mayda ham qolmagandi. Ha, mayli. Mayli, bor, yaxshi bor unga. Narsalarimchi? Üzüləsiz. Hozir beraman. İtlerimden ehtiyat bo'lgin. Hop. Yaxshi bor unga. Hop. Yaxshi bor. Endi isroq uyimda bormasam bo'lmaydi. Xolam ham kelgandir. Yorug' tushguncha ham yetib keldim do'stlar. Endi uyga kiraychi, nima gaplar ekan? Xola keldingizmi? Qalaysan? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qani bir quchoqlashib qo'yaylikchi. Kela qol. Urmay quchoqlashing. Kelmaganimga ham ancha bo'libdi, jiyanim. Ha? Oying qanilar? Oyim to'yga ketuvdilar. Masalliqlarni olib keluvdim. Sanduqqa solib qo'yay. Xola, men hozir do'stim Asad bilan o'yingohda jichcha o'ynab kelaman. Siz osh qilib tura olasizmi, xola? Ha, qilaveraman. Men senga sovg'amman. Mana buni ol xayrlik uchun. Rahmat, xola. Bo'pti. Asad do'stim bilan narsani yeb olamiz. Bo'pti. Muzqaymoq olib yemagan, tomog'ing og'riydi. Hop. Ko'cha mehmonlardan ehtiyot bo'l. Hop, xola, eshikni quluplab o'tiring. Ha. Ketdim. Do'stim keldi-ku. Do'stim, o'zgarib ketibsan-ku. Kiyimlaring boshqacha. Asad. Bugun bozorga bordik. Kiyimim senga yoqdimi? Yoqdi. Men ham Hozir bozorga batutdan borsam, sakrayotganim- shuni olaman. Batutda sakrayotganimda yelkamni yirtib oldim. Qonamaganiga ham shukr, qizarib qolibsiz. O'ynaymizmi? O'ynaymiz. Do'stim, to'xta. Men senga olma olib qo'ygandim. Onam berib yuborgandi. Ha, senga ham sovg'am bor. Do'kondan narsa olib yeysan, do'stim, ol. Rahmat. Juda ham sahiysan-da. Sen ham. Olmang shirin ekan. Arzimaydi. Debe. Baba. Oshna indamay tur, meni onam telefon qilyaptilar. Ha, jon. Ha, o'z uyga boraman. Do'stim, Ha, meni uydagilarim chaqiryapti.
Bugun o'ynamaganimiz chatoq bo'ldi. Bo'pti, men Ha. uyga ketdim. Men ham ketdim. Xolam osh qilib qo'ygan bo'lsa yeymiz. Ha, bo'pti. Yeyman. Bo'pti. Bo'pti, xayr. Xayr do'stim, ketaver. Bo'pti. Bo'pti, Yaxshi dam ol. hop. Yaxshi dam ol. Hop, hop, hop. Hop do'stim, hop. Hop, hop, hop. Hop, Bo'pti. hop. Ketdim. Xolam noshini yegani. Qaysi betami mayet chalab ketdi. Mollarga ham uyqu berishni unutmasin. Xola, Hop. osh pishdimi? Ha, pishdi. Yeysanmi? Qorningiz Ha, ochganmi? yeyman. Ke, o'tir. Hop, Mana, oshab keling. mana hozir. Hop. Qani, yeb kelaychi. Wow. Oshingizda gap yo'q. Shunchalik ham shirin chiqqanini Qorning to'ydimi? bilmadim. Qornim to'ydi. Xonaga kirib endi narsalar yedi qol. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like va bitta obuna. Fikrlaringizni ham bildirishni unutmang. Grox.uz kanaliga obuna bo'lib, videolarimizni kuzatishda davom eting. Bizning maqsadimiz esa 100 ta obunachi to'plash. Va YouTube sovrinini qo'lga kiritish. Bo'ptimi? Bu sizga qiyin emas-ku, biz uchun esa yoqimli. To'ppa-to'g'ri. Sizlar bilan kamina pilla bo'ldi.